Diqqat, diqqat. Bunaqasi Buxoro bo'yicha birinchi marta sotuvga qo'yilyapti. Assalomu alaykum barchalaringizga. Videoni boshdan yaxshi bitta niyat qilib ketmoqchiman. Bizlarni kuzatadigan har bitta obunachimiz, like qo'yadigan obunachilarimizga kamiga shunaqa xonadonlarda yashash nasib qilsin. Haqiqiy neoklassik uslubda ta'mirlangan xonadonimiz sotuvga qo'yilyapti. Hech kim yashamagan xonada холодильnigidan bilsalaringiz bo'ladi. Stroyni mana shunaqa mebelni qilingan. Bunaqa kvartiralar yaqin-yaqingacha faqat kinolarda bo'lardi. Mana o'zimizga ham shunaqa dizaynda yetib keldi. Bu turgan joyimiz oshxona bilan mehmonxonani birlashgan ko'rinishi bo'lyapti. Yo'lda o'rtada uy bekalar ishlab bilishlari uchun ana shunaqa moykali stollar tashkil etilgan. Sizlar bilan birgalikda koridorga chiqdik. O'rtaga qimmat kafillar, kiraverish eshigi, bu yerda domofonli eshik kim kelganini ko'rasizlar. Mana bunun ichida o'zini maxsus joylari bor, ya'ni teplopol boshqarish uchun yo'lda tokchalar qilingan. Mana bu esa umumiy sanuzul xonasi kvartiramizdagi bitta baho beringlar. Ichida dushoviy kabinalarda VCH unitazlari mavjud. Maydoni 110 kvadrat, ikkita xona va bitta umumiy oshxona va mehmonxonadan iborat. Turgan joyimiz yotoqxonasi. Ichida o'zini yotoqxonasida bitta baho berasizlar. Mana shunaqa ko'rinishdagi garderobni zona alohida tayyorlab qo'yilgan. Mana bu yerda derazadan kelib ko'rsalaringiz agar kiriti shunagina ko'rilib turadi. Kelsalar chiqib ko'rasizlar. Kiritini ko'chasida 17-maktabning oldida joylashgan. Spalnimizni ichida o'zini sanuzul xonasi mavjud. Davom etamiz. Yaxshi niyatda like'ni qizartirmagan bo'lsangiz, siz ham qizartirib qo'ying. Narxi ozgina baland bo'lishi mumkin. Da buni puliga uchastka ham olish mumkin. Ko'pchilik yozadi, uchastkaning narxi yoki Dubayning narxi yoki Toshkentning narxi deb, lekin ishonaveringlar, Toshkentning markazida bunaqa kvartira narxi kamida 300 ming atrofida bo'ladi. Bunaqa kvartirasi bor odamni uchastkasi ham, mashinasi ham yaxshigina bo'ladi. Keyin mehmon kutolmaymiz desalaringiz agar, mehmon kutish uchun Kritin atrofida hamma yoq restoranlar hamda tamadduxonalar mavjud. O'sha yerda mehmon kutsangiz ham bo'ladi. Bu kvartira esa chista maza qilib yashash uchun, chunki dizayner uslubda chiroyli ta'mirlangan. Hammaga shunaqa kvartiralar nasib qilsin.